Muhammed. Muhammed. Qalaysiz aka? Yaxshimiz. Hujjatlar qilinadi? Ha? Bunaqa endi ketganda. Yo'q. Yo'l harakat qoidasi 99 tayanchilar qo'llaniladi. 99 ta o'tkazib berish kerakmi, yo'l berish kerakmi? Yo'l berishingiz kerak. Ha, yo'l berish bilan o'tkazib berish farqi bormi? 6-metrda nima yozilgan? Bu vaziyatda hech qanday qoidabuzarlik bo'lgani yo'q. Haydovchimizni qoidani yaxshi bilganlar uchun bemalol javob bera oldilar. Demak, yo'l harakat qoidalarining 99-bandi bino svetofor yashil ishorasidan chapga burilayotgan yoki qarayotgan haydovchi qarama-qarshidan kelayotganligi yo'l berish kerak. Yo'l berish ma'nosi bu to'sqinlik qilmaslik. Ya'ni siz imtiyozi bo'lgan, ya'ni birinchi o'ch huquqi bo'lgan yo'l harakat qatnashchilarini harakat tezligini yoki yo'nalishini o'zgartirishga majbur qiladigan bo'lsangiz, sizni harakatni boshlamasligingiz, biron bir manevr qilmasligingiz bo'lgan talab yo'l berish. Lekin hech qanaqa holat bo'layotgani yo'q. Avval xotin kelib chiqarmayapsizlar, to'sqinlik qilganingiz yo'q, tezligi, yo'nalish o'zgarmadi. Buni yo'l berishga bo'lgan talab ko'rinmasa, harakat davom etib ketaversa bo'ladi. Mana bu yuk mashina hozir qo'zg'almay sekin yurishib qoldi-da, bu ulgurdilar, o'tib ketdilar, bo'ldi. Bu yerda qoidabuzarlik bo'lgani yo'q. Lekin ehtiyot bo'linglar, bu eng xavfli holat hisoblanadi, eng chorrahadagi. Tushundinglar? Videolarimiz manfaatli bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.